Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 25-may kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Shoshmang, siz yangi Samsung Galaxy yutib olishingiz mumkin. Ha, aynan siz. Buning uchun bilet sotib olish yoki pul tikishni keragi yo'q. Anjirpay ilovasi orqali Rossiyada O'zbekistonga atigi 5000 rubl yuborishingizni o'zi kifoya. Pulni Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki naqd ko'rinishida yuborishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul ko'rinishda pul yuborib, Samsung Galaxy egasiga aylaning. Anjirpayni hoziroq istalgan platformadan yuklab oling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aksiya muddati cheklangan. 1 AQSh dollari 11979 so'm 64 tiyin bo'lib 41 so'm 58 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13901 so'm 17 tiyin bo'lib 77 so'm 10 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 167 so'm 52 tiyin bo'lib 2 so'm 1 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 39 tiyin bo'lib 11 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.